Hürmetlik vatandaşlar, bugünkü ıslahı 2023 yıl 3. ayının 26. günü. Heptige yakşembe vatandaşım. Yukarıda 4 parçalık siyaset olduk vaziyetini görüp alıyorsunuz. Anda vaziyet doğrusu 5'e tapşırdık. Hazır tüven de endi 2 parça muhakemelik silsileyle birle muhakeme kılımız. Birinci Adamova Hanım yaki Çexiye parlamentinin başlığı. Adamova Hanım'la Tayvan'ı ziyaret kılışı. İkincisi Tayvan şirketinin torbiti. Halkılık beytle torbitinin Mekmahon sizliğini Amerika Koşmuş Ştatları Kengeş Palatasının itiraf kılganlığının kayıt sözlügelliği için biz yana kayıt sözleyimiz, belki biz kayıt sözleyimiz vatandaşlar. Muşun hem silevlen büge, yana bir katın muhakeme kılımız. Hürmetlik, Çexiye parlamenti Avam Palatasının başlığı Adamova Hanım 150 nefer vekille ümekine başlap Tayvan'ı ziyaret kılgınınız ne? Karışalımız hanım. Şu verdim ben hem muşu dakikada şunu eğitimen ki ötken jili Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'nin valisi Barçilet hanım müstemlik Xitay'ın müstemlikisi Uyguristan'ı ziyaret kıldı. Siz hem şundak ziyaret kılışka hukukluk. Çexiye müstakil devlet. Büyük devlet. Onun büyüklüğü adalete hakikati çın turgallığı. Çexiye'nin büyüklüğü onun insanperverlikte çın turgallığı. Adamova hanım. Çexiye'den siz geldiniz Tayvan'a. Çexiye hakikaten kudretlik devlet. Sebebi Çexiye Avrupa'da Rusya yemirilgendiğin ki yani Rusya'nın milli müstemlikçilik sistemisi yemirilgendiğin ki Kreml sarayının tömür tapan Rusya Bolşevikler Partisi'nin ya ki Rusya milletçilerinin tömür tapanıdan kurtulgan Şarkı Avrupa Çexiye birinci kıtım inkılap Vaslav Havel'ne dünyayı elip çıktı. Çex halkı Vaslav Havel'ni dünyaya elip çıktı. Rusya'daki Sakharov bilen bille Vaslav Havel'ni dünyaya elip çıktı. Bunun birinci Adamova hanım Çexiye'nin büyük oğlu Dobçik Orta Asya'da Kırgızistan'da doğulgan, Kırgızistan'da çoğ bolgan Orta Asya'da Kazaklarını körgen, Kırgızlarını körgen, Uygurlarını körgen, Özbeklarını körgen yani Orta Asya milletlerini doluk körüp ve şula bilen oynap, dalışıp, tartışıp, çoğ bolgan jigitiydi. Dobçik. 1968 yılı Rusya, yani komünizm, faşizm bilen okşaş Rusya, Çexiye'ye, Praga hücum kılıp girdi. Nayti ustalık bilen kirdi. Tankı heydep gelmedi belki tankını. Transport aeroplanıga Avatsiya aeroplanıga kaçalap Çexiye Cumhuriyeti ve Çexiye halkını aldap Avatsiya aeroplanı Çexiye'ye düştü. Bu tanklarının işte bu aeroplanın içinden Rusya'nın tankları çıktı. Praga'nı kanı boyuydu ve kanı boyumakçı oldu. Çexiye halkının büyük oğlu Dobçik, Çexiye halkıga rəhbərlik qilib, avval radyo stansiyasını egallab, can tikib qo'g'dab. Türkiye fuqarolari, kechiringlar, Çexiye fuqarolari, Praga shahar halkı radyo stansiyasini can tikib qo'g'lab, Rusya'nın tank qismlariga qarshi şiddetlik namoyish, qo'lida o'q yo'q, şiddetlik namoyish bilan karşı durup Rusya'nı eğer talafetki eğer kıldı şu aklarda vatandaşım. Şundan keyin Çexiye'nin oğlu Dobçik
Rossiya hükümranları yoki chet elga aralashuvchi kuchlar yoki shu partiyaning hukumi bo'yicha 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Hozir qandaqmış tarix, qandaq oxirlashdi, oxirdan xabarim yo'q vatandoshlar. Chexiyaning o'g'il qizlarining ichida yana biri Yulius Pochik. Yulius Pochik 1942-yili Faşistlar Germaniyasi Chexiyaga tajovuz qilib kirgandan keyin Yulius Pochik Chexiya xalq bilan birlikda qarshilik ko'rsatib qo'lga ilindi. Germaniya faşistleri Yulius Pochikni darg'a elsib o'ldirishni e'lon qildi. Yulius Pochik dar oldida so'zlangan nutuq butun dunyoga. Bu nutuqning to'liq mazmunidan xabardor edim, hozir esimda qolmadi, lekin bir jumla. Masalan, Yulius Pochik Chexiya o'g'li Hitler Germaniyasining turmisiga qamalganda shunday cümleni hem nutqni ham shundan boshildi, dar oldi, darg'asidigan vaqtda. Dariza tuvidan shik tuvigacha 7 qadam. Shik tuvidan dariza tuvigacha 7 qadam. Demak, 7 qadam mansam tugaydigan kamerada yotdim, dedi. Yulius Pochik Chexiyaga ozodlik tilidi, butun dunyoga tinchlik tilidi. Germaniya faşistleri darg'a asdi. Ana shundaq qahramonlarni, ana shundaq buyuklarni, shundaq vatanparvar o'g'illarni cho'ng qilgan Chexiya, Rossiya Kreml imperiyasi yemirilgandan keyin ozodlikka erishgan Chexiya, avval Chexoslovakiya, ya'ni shu axloq, insonlik, büyüklük ve kudret, kuch, insanlık, insanlar o'tirisidagi muhabbat bilan Chexiya, Slovakiya bir og'iz gap bilan bir odamni tak etib chekmay, bir odamni ranjitmay, ikki cumhuriyet bo'lib ayrildi. Hozir Chexiya bir cumhuriyet, Slovakiya bir cumhuriyet. Mana bu Yevropaning o'lgisi emas, butun dunyoning o'lgisi. Selishtirib ko'ringlar-chi. Bugungi Rossiyaga Chexiya xalqining botirligi va axloqini selishtirib ko'ringlar-chi. Chexiya, Slovakiya bir og'iz gap bilan chiroyli ikki cumhuriyetga ayrildi. Rossiya o'zi mustaqilligini e'tirof qilib turib bugun Ukrainaga tajovuz qildi. Milletlerinin tabiatidagi axloqni, fazilatni. Chunki insonning tabiatida ikki xil alohidalik va vatandosh, biri vahshiylik. Vayvani kabat tabiatda vahshiylik. Yani birisi insonlik. İnsanlık. Biz hozir insonlikni selishtiryapmiz. Chexiya xalqining insonligini Rus hozir Vladimir Putin armiyasining vahshiyligiga selishtiryapmiz vatandosh. İkinci biri, yani şu insanın ikinci biri vahshiylik bilan, ikinci bir insonga vahshiylik bilan muomala qiladigan Osiyodagi Junhua Xalq Cumhuriyeti, Xitoy millati va uning kompartiyasi hozir Uyg'uristonda Uyg'urlarni nazarband qilib, Uyg'urlarni xonavayron qilib, Uyg'urlarni so'yqirim qilib, bir pokiz millatni Xudo Uyg'ur deb yaratgan bir pokiz millatni tahi ablah va munofiqlarcha Uyg'urni Uyg'ur deb tanimay, inkor qilayotgan ablahlarning oldida lekin pokiz millatni shu ablahlarga moslashib turib hozir Xitoy hukumati jazo lagerida so'yqirim bilan o'ldiradi. Demak, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kiryapti. Fazilat bilan axloqni Chexiya xalqiga selishtiradi. Xitoy Uyg'uristonda nazarband qilib Uyg'urlarni qirg'in qilyapti. İnson tabiati bo'yicha Chexiya xalqiga selishtiradi. Selishtirib keling. Ko'ring, dunyo. Shunga bugun Chexiya xalqining parlamenti ve avam palata başlığı adamı ve hanımның
Tayvanni ziyorat qilishini qo'llaymiz ham, tabriklaymiz. Shundaqla adamı va xonimning kunlarning birida Uyg'uristonga ziyoratga berishni, balki mushu kunlarda talab qilishini va Uyg'uristonni ziyorat qilib, Uyg'ur xalqining derdining hal ahvol so'rashini, kishilik huquqning hozirgi ahvolini tekshirishini, ko'rib kelishini bir davlat sifatida biz Chexiya xalqidan umid qilamiz va Chexiya xalqiga iltijo qilamiz. Shundaqla Chexiya xalqi 2021-yili 11-oylarda chaqirilgan qurultaychilarning qurultayiga zamin va makon tayyorlab bergan va qurultay chaqirishni qo'llagan Chexiya xalqidir. Şuna tarixdagi mushu qahramonlarni eslab o'tdik, Chexiyaning qahramonlarini va bugun adamı va xonimning Tayvanga 150 nafar. Bu ish balki Jonanxayni cho'chitib o'tdi. Bu ish balki Jonanxayni ranjitdi. Bu ish balki yanıla Amerikani gunohkor qilgandek gunohkor qilib bugun prezident Joe Bidenning telefonda suhbatlashish talabini Jungoning rais Xi Jinping rad qildi degan gap, mushu ishlarni Amerikadan ko'rayotgan gap. Shundaq, balki shundaqdir. Chunki Amerika hozirgi dunyoda adolat va adolat prinsipining vakili va yoki shuning sodiqlik bilan amal qiladigan bir davlat sifatida Amerika Tayvanni ziyorat qilishni boshlab bergan bo'lsa, dunyodagi boshqa demokratik xohish va demokratik tuzum ichida yashayotgan va shundaqli insonparvarlik va axloq ichida yashayotgan Chexiya Cumhuriyatida va parlament boshlig'i adamı va xonimdagi kishilarning Tayvanni ziyorat qilishi bu bir haqdir.